Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Bozor va biznes kanalining qadrli obunachilar. 2025-yilda stalbalar, beton plitalar, undan tashqari gazobloklar qanchadan bo'lyapti degan akalarimizga bugun biz narxlarni yoritib beramiz. Biz o'sha katta sexga yetib keldik. Bu yerda ko'rib turibsizlar, juda katta ob'yemda ishlab chiqariladi. Endi plitalar hozir sezonlik uchun pastda hech qancha qolmabdi. Xo'sh, manzil Farg'ona viloyati, Bo'yda tumani, Yangiqo'rg'on shaharchasidan bo'lyapti. Ekranda akalarimiz nomerlari bo'ladi, ishlab chiqaruvchi akalarimizda. Lokatsiyasini Bozor va biznes Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Qadrdonlar, kelib zakaz beraverasizlar. Ob'yem juda ham katta. Assalomu alaykum. Hozir akamizdan to'liq ma'lumot olamiz. Yaxshimisiz aka? Sog'lar, yaxshimi? Sekin, ro'zalar bilan qiynalmay. Rahmat, xizmatda charchamay, xudo xolasa. Xo'sh, birinchi mana stalbalardan boshlaylik, maylimi? Bo'ldi. Stalbalarimiz necha metrliklari bo'ladi ekan? Stalbalar 9 metr, 9,5 metr, 11 metr. 11 metr. Ha. 9,5 metr, 11 metr. 900 mingga 950 ming narxi. 900 mingga 950 ming so'm. Xo'sh, bularni buni karkas shekilli? Ha, bu mana shu stalbani qolipi, mana shu yerda quyiladi, hozir bittaga quyishib yuboradi. 4 ta 12 lik armaturam bu? Ha, bu 9,5 quyilyapti. 9,5 da 12 lik bo'ladi. 11 likda 14 lik armatura bo'ladi. Ha, даже armaturalardan farq bo'ladi. Ha, armaturalarda farq bor. Tushunarman. 9,5 lik qo'yadi. Quyiladi ekan qadrdonlar. Narxi 950 mingga 900 ming so'm. Ha. Yuklatib berish ichida? Bizda yuklab chiqarib yuborish biz zimmamizda. Ha, dastavkasi alohida bo'ladi. Alohida dastavka. Dastavka xizmati alohida bo'lar ekan. Xo'sh, beton plitalarchi necha razmerda? Beton plitalar 2 metrdan to 7-10 gacha qo'yib beraveramiz. Ha. Plitalarimiz endi 190 mingdan 250 minggacha. 250 ming so'mgacha. Nimasida farq qiladi? Armaturalarda o'zgarishda farq qiladi. Misol, mana 63 lik plitalar 630. Bular metr 210 mingdan. Bularda 14 lik armatura ishlatiladi. Birida 6 ta, 120 ta armatura tashlanadi. Tushunarli. Bunisi? Bu 710. Mana shular eng qimmat plitamiz, eng uzun plitamiz. Mana shu 16 armatura ishlatiladi, 7 tadan armatura tashlanadi. 240 ming metr bo'ladi. 1 metri 240 ming so'm. Sizlarda 1 metrligi va 120 ligi bor-a? Ha, 1 metrli 120 chiqadi. Mana 590. 590 plitalarimiz metri 190 mingdan. 190. O'tkazib 180 dan sotdik, mana endi 10 ming so'mga oshirib qo'ydik, ko'p bas. Ha. Material oshgani hisobi. Ha, material. Bularda 12 armatura ishlaydi. Eng arzon necha metrlik dedingiz? Eng arzon shu 590 plitalar. Ha, o'sha 190 ming so'mdan. 4 metrdan to 590 gacha bo'lganlar 190 ming metr. 190 ming so'm. Undan kichkinalar ham qimmat bo'ladi, keyin uzunlar qimmat bo'ladi. Mana ular ataylabga haligi zakazga qarab quyib beriladi shekilli, ular ham. Ha, buni endi doim ham qilib bera olmaymiz, sal bemalolchilik paytlarida qilib beramiz. Ha, nostandartlarda? Ha, nostandartlarda zakaz qilib berilgan. Tushunarli. Bularda hammasida sertifikati, nimalar? Sertifikat, ha, hamma narsasi bor. Davlat standartiga litsenziyalari bor. Hammasiga javob beriladi, hammasiga javob beriladi. Xolasin, haligi domlarga, xolasin haligi uylarga ham nostandartlarda quyishib berishaveradi. Qadrdonlar, agar Bozor va biznes kanalidan chiqdim desalar, xudo xolasa chiroyli qilib narxlarni kelishtirib, ha, xudo xolasa. Xo'sh, gazobloklarimiz? Gazobloklarimiz bular markasi bo'ladimi? 20 ga 30-60, ha. 20 ga 30-60. 600 markalida. 600 markali gazobloklar. Bular shu zavodda sotilish narxi hozirgi kunda 17 ming. Bunga ham endi oshish ehtimoli bor, hozircha noma'lum. 17 ming so'mdan donasi. 17 ming so'mdan donasi. Buni peregorodkasi bor, 12 ga 30-60, ular 11 mingdan. Dastavkalar alohida kelishilgan narxlarda. Xudo xolasa, kelishgan. Agar shu atrof rayonlarimiz bo'lsa, dastavka qilib beramiz. Kamida 10 paddon olsa. 10 paddon olsa. Ha, o'sha 500 dona olsa, dastavka qilib beriladi. Qilib beriladi. Tushunarli. Qadrdonlar, mana shu sexda gazoblok ishlab chiqariladi. Bu yerda o'sha beton plita va stalbalar ishlab chiqariladi. Kimga shunaqangi narsalar kerak bo'ladigan bo'lsa, to'lovlar xohlagan yo'liga, ha, perslanib, naqd pul, plastik, farqi yo'q, qilib berilaveradi. Gap yo'q. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar, shu bitta like bosib, shu qurilish qilaman, gazoblok olaman, beton plita olaman degan akalarimiz jo'natib qo'ysalar, albatta foydasi tegib qolishi mumkin. Farg'ona viloyati, Bo'yda tumani, Yangiqo'rg'on shaharchasidan bo'lyapti. Bozor va biznes kanaliga lokatsiyasini tashlab qo'ydik.